İki xonali uyimizni yangi remont mebel texnikasi bilan sotilyapti. Eng zo'r lokatsiyada. Shu uyimizni общий maydoni 64 kvadratli metr. 6-etajda joylashgan 9 etajli bino. Manzilga keladigan bo'lsa, Yunusobod 4-kvartal, shunda pasportli stol. Atrofida hamma infrastrukturalarimiz mavjud. Uy egalari 72.900 $. So'rashyapti. Sunnatli kelishiladigan joylarimiz bor. Har doimda telefon raqamlarini qoldiraman, aloqaga chiqarasiz. Birgalikda uyni ko'ramiz. Qarang, podyezddan kirish eshigimiz asosiy. Bu yog'imizda stroyni prixojiy mebellarimiz tayyor. Bu yoqlarning gilamlari ham bor, upakovkada turibdi, sizga beriladi. Keling, chap tarafdan boshlaymiz. Bizda zalimiz bo'ladi. 5x6 30 kvadrat. Rishotkalari mavjud. Oynadan shunda telebashni ham ko'rinib turibdi. Tayyor konditsionerlari ham o'rnatilgan. Gilam mebel videoda ko'rayotgan narsangiz qoladigan. Keling, davom ettiradigan bo'lsa, bizda ikkinchi xonamiz bu spalnimiz bo'ladi. Bu planirovkada spalni ham juda ham katta bo'ladi. Spalni garnituru komplektovani kiyim-kechi idish tovoni chamadanga solib kelib mazza qilib yashayverasiz. Sanuzillarimiz alohida. Birinchisi hammom. Kafelari juda ham yaxshi holatda turibdi, juda ham sifatli, ranglari ham chiroyli. Bu yog'imizda esa bizda hojatxona. Hojatxona ham anchagina prostorniy. Shu bilan oshxonaga kiramiz. Oshxonamiz ham katta. Stroyni kuxonniy garnituri, xolodilnik chap tarafga уже kiritilgan. Kuxonyaga kirmoshni ham уже uстановka qilib bo'lingan. Lokatsiyasi zo'r, manzilli aytib o'tdim. Birgalikda shu uyimizni ko'rdik. Narxi 72.900. Kelib ko'rib, sodalashib, baraka qilib olib ketaverasiz. Telefon raqamim sanada.